Assalomu alaykum hurmatli Sherry Adaymasir avtosalon mijozlari. Bugun avtosalonimizdagi samimiy ekonomik, samimiy rasxodli kam avtomashinalarini obzor qilib beramiz. Avtosalonning adresi Emi restoranning to'g'risida Kogon Gefizga joylashgan. Sharqqa so'ran to'g'ri Kogonga qarab kelaverishda yo'lning ustida joylashgan bo'ladi. Ana endi qolgan avtomashinlarni ko'ramiz. Avtosalonimizdagi samimiy ekonomik rasxodli kam budjetli variant Tiggo 2 Pro avtomashinasi. Multimedia rul, monitor, LED optika fara, turbina motor, lyuk bor, polniy kojuniy salondan ishlangan, cruise control mavjud, abagrev rul, abagrev shenasi bor. Orqa qismiga bemalol manga o'xshagan 3 kishi minsa bo'ladi. Orqasi ham polniy kojadan ishlangan bo'ladi buni. O'zini zavodiga spoileri mavjud. Orqasida zadniy kamera, bagajlarni ko'ramiz hozir. Zadniy kamerasi mavjud, bagaj qismi ham anchagina katta. Любой rangdan bor, o'qidan, qorasidan, mokri asfalt, seri, qizil ranglarda mavjud. Keyingi avtomashinamiz Ariza 6 Pro'ning 3-pozitsiyasi intelligent varianti. Motori 1.5 turbina, LED optika fara bilan jihozlangan. Ballonlarning razmeri 17 razmerda bo'ladi. Bezgulchovoy dostuplar mavjud. O'zining lyuki bo'ladi. Salonning ichki qismida ham multimedia rol, monitor, besprovодной зарядник, полоса удержания bor, 360 gradus kamerasi bor, помещенияsi bor. Polniy kojadan ishlangan avtomashina, avtohollari mavjud. Hamma qulay shart-sharoitlari bor. На меня смотрите, когда разговариваете, хорошо? Orqasi ham ikkinchi qatori ham polniy eko kojadan ishlangan. Shu bagaj qismi ham anchagina katta. Samimiy bitta plyus tomoni har bitta avtomashinamizda ranglari jabchi rangda ishlangan. Ranglar uchun umuman narxiga ta'sir qilmaydi. Keyingi mashinamiz Ariza 6 Pro'ning 2-pozitsiyasi, ya'ni komfort pozitsiya bu. Bu ham tashqi dizayn, ko'rinishi почти bir xil. Lyukda farq qiladi, 360 yo'q, to'kamga zadniy kamera bo'ladi. Salonning ichki qismida ham aytgancha bezgulchovoy do'st bor bunda ham. Salonning ichki qismida ham multimedia rol monitorlari mavjud. Polniy kojadan ishlangan avtomashinamiz, avtohollari mavjud. Hamma nima shart-sharoit qulayliklar bo'lsa, hammasi shu avtomashinada mavjud bo'ladi. Shunga ham orqasi bagajlari bir xil bo'ladi, umuman farq bo'lmaydi. Orqasi ham polniy kojadan ishlangan, motorlari bir xil, 1.5 turbina bo'ladi. Keyin shuni birinchi pozitsiyasi bu. Uni 2 bilan farqi, ballon razmeri 16 razmerda bo'ladi. Birinchi pozitsiyada, ya'ni live pozitsiyasi. Motori 1.5 atmosferli ekonomik motor turadi. Keyingi avtomashinamiz Tiggo 7 Pro'ning birinchi pozitsiyasi. Krasovlarimiz 5 kishilik. Bezlik varianti, panorama lyuk bo'lmaydi. Multimedia rul bor. Polniy eko kojadan ishlangan. Pomещенияlar mavjud, cruise controllar mavjud. 5 kishilik katta krasovlar. Orqasi o'zini bari defektli bo'ladi. Orqasi ham polniy 100% kojadan ishlangan, chiqol taqib o'tmaysiz uni. Endi airbag bor, ekonomik plus, o'zining oynalarida, bagajida disk rejimlari mavjud. Bagaj qismi anchagina katta songa ega. Shu zapaskalar bir xil 18 razmerda bo'ladi, 4 ta ballon bilan. Endi disk rejimi. Jokdan vaqtingiz siz bosib qolmaydi. Yana qaytib knopkani yopsa bo'ladi. O'zini zavodskoy, zadniy kamerasi ham mavjud. Bundan 8 kishilik Tiggo 8 Pro Max. Oldini LED optika bilan jihozlangan. Motorlari 2 turbina GTI motor, 235 ot kuchiga ega. Bezgulchovoy do'stlar mavjud. Eng qiziq joyi, ya'ni salonning ichki qismi. Depozda panoramik lyuk mavjud, pomещенияsi mavjud. 100% eko kojadan ishlangan. Barida xonadilnik bo'ladi, adaptivniy cruise control mavjud. 360 gradus kamerasi bor, head-up display mavjud. Avto hol, elektronniy ruchnik bor. Orqa qismi. Orqasi ham polniy kojuniy salon. Orqasida ham bemalol qulayliklar bor, o'rtada bar bo'ladi.
bagaj qismi bor. Yetti kishilik rasvolimizdan senelarni 3-qator yozib chiqsa ham bo'ladi. Qulay bagajga ega bo'lasiz. Oynalarda keyin bagajda disk rejimlar mavjud bundaqa. Ya'ni yopgan vaqtingiz sizni qisib olmaydi. Samimiy aqlli avtomashinamizdan biri bu. Zapaska spasida bo'ladi. Bu yerda o'zining kulishlari mavjud. Samimiy qulay joyini aytib o'taman. Qulay joyini aytib o'taman Sax Pro Max avtomashinasini, ya'ni yo'lovchi tomonidan o'zining massaj qismi bor. Bemalol yo'lda masalan ketgan vaqtingiz o'zini massaj qiladi avtomashina. Ya'ni yo'lovchi tomonidan faqat, shofyor tomonidan bo'lmaydi. Keyingi avtomashinamiz 7 Pro'ning ikkinchi partiyasi, ya'ni premium partiyasi. Esingizda bo'lsa, boshida ko'rgan 7 Pro Luxury'ning yana birinchi partiyasini, bu ikkinchi partiyasi, ya'ni premium partiyasi hisoblanadi. Bunda u bilan farqi, panoramik lyuk mavjud. Ichida besprovodniy zaryadnik bo'ladi. 360 gradus kamerasi ham mavjud. O'zining bezkulchov do'sti bor. Buni ham panellar, eko-kojadan ishlangan multimedia rul, katta monitor, besprovodniy zaryadnik, xonajillik mavjud, avtohollari mavjud. Shu qismi ham bir xil bo'ladi. Pro birinchi partiyasi bilan, ya'ni bar, deflektor, bu ham pol 100% kojadan ishlangan. Samimiy bunday ham ranglari qorasidan ham, oqidan ham bor, serish ranglardan ham bor. Ya'ni jemchuk ranglar bo'ladi hammasi. Yana bir aytib takrorlab o'taman, ranglar uchun umuman narxiga talab qilmaydi. O'sha narx bo'lib qoladi. Liboy rangni tanlasangiz, ammo salonimizda nalichida turibdi. Bunun bagaji bir xil, 7 Pro birinchi partiyasi bilan bagajda ham xuddi o'sha narsa, bezopasnost, ya'ni o'zining disk rejimlari mavjud bo'ladi. Keyingi avtomashinamiz Arizo 8 gibrid avtomashinasi, yangi chiqqan modellarimizdan biri hisoblanadi. Motori 1.5 turbina elektromotor bilan jihozlangan. 340 ta o't kuchi bor, 5,5 sekundga 100 ga chiqadi avtomashina. Hamma o'rinda rasxodga qiziqadi. Общий полный bak 100% zaryadka bilan 1400 km yo'l beradi. Shaharning ichiga rasxodi tokni o'zi bilan 135-140 km bo'ladi. Benzin o'zida esa yetarli transport qiladi. Samimiy avtomobillardan aqlli avtomashinalardan biri, o'zini bezkulchov do'sti mavjud bo'ladi bunda ham. Qiziq joy, panoramik lyuk bu. Salonning ichki qismiga kiradigan bo'lsak, abagrev rul, abagrev zinli, abdus zinasi bor, head-up display bor, 310 volt gradus kamera, besprovodniy zaryadniklar mavjud, 100% ekocharimdan ishlangan avtomashinaning ichki qismi. Bemalol o'tirgan vaqtimizda ham o'sha Ford qulay hisoblanadi. Ularning ichki qismi, xonajilliklari mavjud bo'ladi. Uning 100% ko'chadan ishlangan avtomashina. Orqa qismi ham bemalol katta, 3-4 kishi sig'adi, 100% ko'chadan ishlangan. Hammangizni Cherry Adayam asr avtosalonida kutib qolamiz, hurmatli mijozlarimiz. Obzorimiz yo'qdi deb o'ylayman. Adresimiz Kogonning gap-so'zga joylashgan Emi restoran to'g'risida bo'ladi. Kelsangiz 25 million foyda, 15 million foyda, plus katta bonuslar hammasi bizda mavjud. Test drive xizmatlarimiz ham bor. Hammasi bepul. Ertalabki soat 9 dan kechki soat 6 gacha test drive'larimiz bor. O'zimiz soat kechki soat 8 gacha ishda bo'lamiz. Manzilda adashmang, hammangiz Cherry Adayam asr avtosalonida kutib qolamiz.